Diqqat, tezkor xabar. O'zbekistonda plastik kartasi bor fuqarolar jiddiy ogohlantirildi. Barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda kartadan kartaga katta miqdorda pul o'tkazmalarida nazorat kuchaytiriladi. Bu haqida to'lov tizimi operatorlari va to'lov tashkiloti faoliyatiga oid qonun loyihasida ko'zda tutilgan. Loyihaga ko'ra, ketma-ket 3 yoki undan ortiq pul o'tkazmalari nazorat avtomatlashtirilishi, bank kartasidan foydalanishni hamda jismoniy shaxslar o'rtasidagi katta miqdordagi pul o'tkazmalarini qo'shimcha biometrik va boshqa himoya choralarini qo'llagan holda nazorat qilish mexanizmlari joriy etilishi ko'zda tutilmoqda, deyiladi xabarda.